qilyapsiz? Voyda! Kelinimni boshiga pichoq tiqib Yo'qma qilmang oyijon, bu haqiqiy emas. Kelinlik fokusniga ishga tayinlamoqda. Ko'cha supurishim kerak. Ertaga sirkim bor. Mayli ochiladi. Zebu kim senga lapatga tiqib ketdi? Xotirom, bu yasalgan. Серьезно? Da mana qarang, mana qarang. Kelinni kashligida necha pul bor ekan ko'raychi. Kelin turing bitta fokus ko'rsating. Oyijon, yarim kechasi nima kerak sizga? Menga emas, mahalladagilarga. Sizni fokuslaringizga toksikoz bo'lib qoldim-da. Mendan berkitib chips yeyaptimi? Voy! Ikkinchi birovni chipsiga tegmayman. Qarang, ichida hech narsa yo'q, lekin bundoq qilaman, ichidan quyon chiqib keladi. Qanaqa qilasan buni? Quyonga buni 6 yil o'rgatganman. 6 yil. Boshingiz qazg'oq bo'lib ketibdi. Ha, qazg'og'imdan fokus qilib yo'qota olmaysan. Reserve bor-ku. Hech bunaqa go'sht yemadim. Vashcha shirin ekan. Nimani go'shti, ona? Quyon go'shti. Kelin ishlabmasdan quyon topib oldim, qochib ketmasin deb shartni so'yib qovurib oldi. Necha yil o'rgatding quyonni, Zebo? 6 yil. Ha, 6 yil umring.